Iftorlikda ovqat yoniga yengilgina, mazali ham to'yimli, uni ustiga judayam foydali immunitetni ko'taruvchi mazali salat. Ayniqsa parhezdagilar uchun ham ayni muddao. Assalomu alaykum, bugun sizlar bilan qon ko'paytiruvchi mahsulotlarning eng foydalisi bo'lgan qizil lavlagidan mazali salat tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni 2-3 dona lavlagilarni qaynatishga qo'yishdan boshlaymiz. Lavlagilarimiz pishguncha qolgan barcha mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Karomni mayda somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Konservalangan yashil no'xat va maydalangan yong'oq. Alohida idishga sosini tayyorlab qo'yamiz. Ko'katlar, chesnok, yarimta limon suvi, zaytun yog'i va tuz aralashtirib olib qo'yamiz. Lavlagilarimiz pishgandan so'ng sovutib, xuddi videoda ko'rsatilgandagi kubik shaklda to'g'rab olamiz. Barcha masalliqlarni solib, tayyorlab olgan sosimizni ham solib, aralashtirib dasturxonga tortiq qilamiz. Ko'zingizni yayratsin, ishtahongizni o'ynatsin. Videoni bugun iftorga ovqat yoniga qanday salat qilsam ekan deb o'ylovda yurgan dugonajonlarimizga yuborib qo'yamiz.